Uyghur Abdunum rayonluq hukumatning raisi Erkin Tuniyazning oldingi hafta kuchlik davringa bo'lgan va kishilik huquq qo'llovchilarining qarshiligiga uchragan Yevropa ziyorati amaldan qolgan. Amerikadagi siyosatchi Tori 2-oyning 13-kuni xabar berib, Erkin Tuniyazning Angliya, Fransiya, Belgiya qatorliq davlatlarga qiladigan ziyoratining bekor qilinganligini, Xitoy elchixonalarining so'zi bo'yicha aytganda, ziyorat qilish planining kechiktirilganligini e'lon qilgan. Angliya muhofizatchi Torining 2-oyning 14-kuni xabar qilishicha, Angliya Tashqi ishlar ministrligi Erkin Tuniyazning bu hafta Angliyani ziyorat qilmaydiganligini, chunki Angliya parlament a'zolarining Erkin Tuniyaz raislik qilayotgan Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq dafsandachiligini qattiq ayblaganligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Londondagi ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonimning radiomizga bildirishicha, Angliya parlament a'zolari hukumatga besim qilib, Erkin Tuniyaz bilan ko'rishishning jinoyatchi bilan ko'rishishga o'xshash ekanligini aytgan. Erkin Tuniyaz'ninki Angliyaga va Yevropaga kelish bu ziyoratini to'xtatishga sabab biz shu Erkin Tuniyaz'ninki Angliyadagi tashqi ishlar ministrligida bir suhbat bo'lganlik xabarini olgandan keyin qattiq bunun qarshi harakatga o'tdik. Bu harakat birinchi bo'lib shu parlament a'zolarininki bo'libmi yuqori darajalik parlament a'zolari Sir Ian Duncan Smith, Helena Kennedy degandek Angliya omma ichida va hukumatda nayti tonilgan hurmatga sazovor ministrlar bu tashqi ishlar ministrligininki buning bilan ko'rishi o'zi bir jinoyat bilan ko'rishganga o'xshash degandek shundaq savollar, shundaq ayblar bo'ldi. Rahima xonim yana Angliya taraqqularining Erkin Tuniyaz haqidagi xabarlarni keng taqib, jamiyatda qarshilik paydo qilishda muhim rol o'ynaganligini bildirdi. Yana bir narsa buningga ta'sir ko'rsatgani Angliyadagi butun matbuotlar, BBC, Sky News, ITV, Telezorg, radio, onun degan gazetlar, Guardian, Times, Daily Mail, The Sun degandek shu yomon ko'p gazetlarda kunda degidek buningga shu nima xabarlarni berdi. Oldingi hafta Erkin Tuniyazning Angliya, Fransiya, Belgiya qatorliq davlatlarda ziyorati bo'ladiganligi haqida xabarlar tarqalganda, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari buningga kuchli inkas qaytargan edi. Xalqaro kechirim tashkiloti 2-oyning 11-kuni Angliya hukumati Xinjiang raisining bu ziyoratiga qo'l qo'shtirib qarab turmasligi kerak. Erkin Tuniyaz ziyoratga kelganda Yevropa davlatlari uning insoniyatga qarshi jinoyatlarga chetishligi bor yo'qligini tekshirishi kerak degan temalarda bayonot e'lon qilgan edi. Xalqaro kechirim tashkilotining Xitoy ishlari tadqiqotchisi Alkan Akat bu bayonotda mundaq degan: xabarlarga qaraganda Erkin Tuniyaz Yevropani ziyorat qilib, Angliya hukumati Yevropa ittifoqi va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning amaldorlari bilan ko'rishdi ekan. Shak shubhasizki, Xitoy hukumati uningdan tashviqot uchun foydalandi. Ular xalqaro qonunga xilof jinoiy qilmishlarni, Xinjiangda sodir qilayotgan kishilik huquq tafsilatchiligini izchil yoshirishga yoki oqlashga urinib kelyapti. Erkin Tuniyaz Xinjiang raisi bo'lish sifati bilan bu ishda boshlamchilik rol o'ynaydi. Hamda Xitoy hukumatining bu rayonda yashaydigan Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarni nishon qilgan keng ko'lamlik va sistemalik ziyonkashliklarni yaqindan biladi. Yevropa amaldorlari uning bilan ko'rishganda, uning bu ziyoratining maqsadi haqida savol so'rashi kerak. Xitoy doiralarining Xinjiangda o'tkazayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarga javobgar bo'lishi kerakligi, osonlik millatlarni kamsitish va ziyonkashlik qilishdak rayimsiz siyosatini amaldan qoldirishi kerakligini ochiq deyishi kerak. Ondan qo'lga ilingan, izlariga bo'lmagan kishilar to'g'risidagi uchurlarni talab qilishi hamda xohlagancha qo'lga ilinganlarning hammasini qo'yib berishini talab qilishi kerak. Tadqiqotchi Alkan Akat radiomizning ziyoratini qabul qilib, Angliya hukumatining Erkin Tuniyazini taklif qilmaganligini, ammo Xitoy hukumatining uning ziyoratga berishini kuchli qo'llaganligini bildirgandan keyin mundaq dedi: The Chinese government is making an effort to whitewash international crimes that they have been committing. Xitoy hukumati Xinjiang rayonida sodir qilgan xalqaroliq jinoyatlarni oqlashga uriniyotidu. Ular bu ziyorat orqali balkim Angliya va boshqa Yevropa davlatlari bilan munosabatini yaxshilamoqchi ham o'zlarining tashviqotini qilmoqchi. Biz Angliya hukumati bilan Yevropa davlatlarini buningdan hushyor bo'lishga, haqiqiy ahvolni igilab beqishga chaqirdik. Chunki Erkin Tuniyaz Xinjiang raisi, u Xinjiangda yuz bergan kishilik huquq jinoyatlari to'g'riliq nurg'un ishlarni biladi.
Mənçə bu ziyorat Angliya hökuməti bilan Yevropa dövlətləri Şinjan'da yüz bergan qəbih jinoyatlarni oydinlashtiradigan yaxshi bir fursat. And other European governments to conduct their own investigation in terms of the involvement the Xinjiang governors in such atrocity crimes. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotimi 2-oyning 10 kuni Erkin Tuniyazı'nın ziyaretiga qarshi bayonot e'lon qilib, Angliya bilan Yevropa davlatlarining Erkin Tuniyazı'ning qilmishlarini tekshirishi va uning ziyoratini cheklashi kerakligini bildirgan. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bayonotida aytilishicha, Angliya bilan Yevropa ittifoqi davlatlarining Erkin Tuniyazı'ning ziyaretiga bildiradigan inkosi ularning kishilik huquqqa ko'ngil bo'lish darajasi va irodasini sinaydigan muhim bir imtihon ekan. Rahima Mahmud xonimning bildirishicha, Erkin Tuniyazı'ning bu ziyoratini to'sib qo'ygan eng muhim omil Angliyada yuz bergan qarshilik harakatlari va parlamentning kaskin maydoni ekan. Angliyadagi faoliyatchilarningki faqat Uyg'urlar emas, shu butun Uyg'urlarni qo'llayotgan Yahudi tashkilotlari bo'lsin, musulmonlar, Tibet, Hong Kong degandek shu butun o'zimizningki birlashib faoliyat qilayotgan keng ommaninki qarshiligi, millat vakillarining, hatto hukumatdagi ministrlarningki asosliq bu Xitoy hukumatiningki amaldorlarining Angliyaga kelishiga qarshi chiqqanligi, mushular sababidan bu keldigan mushu planini amaldan qoldirdi degan farazda biz. Egallashimizcha, Erkin Tuniyazı'ning Yevropa ziyaratiga qarshi chiqayotgan kishilik huquq tashkilotlari xalqaro sudning bu ishda aktiv rol o'ynashi kerakligini talab qilayotgan bo'lib, xalqaro kechirim tashkiloti e'lon qilgan axborotda Alkan Akad adliya organlariga murojaat qilib, Yevropa davlatlaridagi adliya organlari Erkin Tuniyazı'ning xalqaro qonundagi qiyin qistoqqa elish yoki ayblashga tegishli ig'ir kishilik huquq tafsilotligi jinoyatlarida mas'uliyati bor yo'qligini boshlamchilik bilan tekshirishi kerak degan. Rahima Mahmud xonim Erkin Tuniyazı'ga qarshi kishilik huquq advokatlarining harakatga o'tganligini, buningmi Xitoy tarafga bir besim va andisha elib kelgan bo'lishi mumkinligini bildirib, mundaq dedi. Yana bir eng muhim bir faoliyatimiz bo'lsa, shu London ishxonasininki meningki maslahatchim advokat Michael Pollack, qozoq shoidi Arbaqit Ortabayninki nomidan Angliyadagi eng yuqori soqchi nimasiga Attorney General. Shuningga bu Erkin Tuniyaz mishaga Angliyaga kelgan zaman buni qo'lga olishni va buning insoniyatga qarshi va qirg'inchilik jinoyatdagi o'zining Sharq Turkistondagi rolini tekshirish va uni xalqaro sudga berib suddan bartaraf qilish, javobgarlik qilatish degandek bu faoliyatlar bo'ldi. Gerçi buningdan biz hech qanday Angliya hukumatidan bo'lsin yoki yuqori soqchi o'rindan bo'lsin bir javob kelmagan bo'lsa-mu, bu nayda matbuotlarda keng yeyilib ham hukumatninki parlamentning bo'libmi shu savol javob talash tatish nimalarda nayda jonliq bir faoliyat bo'lganligi uchun bu keldigan shu planini amaldan qoldirdi degan farazda biz. Erkin Tuniyaz ajiba nemishqa Yevropani ziyorat qilmoqchi bo'lib qolgan va bu oqibatga kelishini o'ylamaganmi? Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishleri tadqiqotchisi Maya Wangning qarashicha, Erkin Tuniyazning Yevropaga bormoqchi bo'lishi tasodifiylik emas ekan. Chunki Xitoy Erkin Tuniyazni Yevropaga avatish orqali Yevropa ellarining kishilik huquq masalasidagi inkosini kuzatib boqmoqchi ekan. Xitoy 3 yillik Covid qamal siyosatidan keyin Angliya va Yevropa davlatlari bilan munosabatni yaxshilamoqchi bo'lgan. Bu orqali Xitoyning iqtisodini qutqizmoqchi, yana bir jihatdan kishilik huquq jinoyatlarini unuttirmoqchi bo'lgan. U bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. The EU and the UK have taken important steps in the last few years to hold the Chinese government accountable to human rights abuses. And this is Yevropa ittifoqi bilan Angliya yaqinqi 3 yilda Xitoydagi kishilik huquq tafsirlanishligiga qarshi muhim qadamlarni bosgan va konkret tadbirlarni olgan edi. Ammo Xitoy bilan Yevropaning munosabati Germaniya bosh ministri Scholzning Xitoy ziyorati bilan tang yaxshilanib qolgandek bo'ldi. Ondan bu hafta Erkin Tuniyaz ziyoratga kelmoqchi bo'ldi. Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning ahamiyatsiz va natijasiz kishilik huquq dialogini qayta boshlamoqchi bo'lishi Xitoy elchisining Yevropa ittifoqi amaldorlari bilan ko'rishib, ikki taraf savdosini qayta jonlantirmoqchi bo'lishi bizni andishaga solmoqda. Yevropa Xinjiangda bo'layotgan ishlarni unutib qoldi. Bu ahvolda ular Xitoyga besim qila olmaydi, ham Xitoydan hisob so'ray olmaydi. Xitoy Yevropa bilan davomli savdo qilmoqchi
Bu xuddi 1989-yili Tiananmen qirg'inchiligidan keyin Xitoy hukumatining savdo orqali g'arb davlatlarini keltirib, ilgari sodir qilgan kishilik huquq jinoyatlarini normal ko'rsatganiga o'xshaydi. Neutralized Western governments' resolve to hold Chinese government to human rights crimes. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 2 oyning 14 kuni axborot e'lon qilish yig'inida Erkin Tunyazning ziyorat planidan xabari yo'qligini, Yevropa davlatlarining Xinjiang masalasida Xitoyning ichki ishlariga aralashmasligi kerakligini aytgan. Ammo ular Xitoyning sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yining Rossiya va Yevropadagi 4 davlatni ziyorat qiladiganligini, bu oyning oxirida Xitoyning Yevropa ittifoqi bilan kishilik huquq dialogi olib boradiganligini e'lon qilgan. Erkin Tunyazni Yevropaga avatilmagan Xitoy hukumatining Yevropa bilan qanday shaklda kishilik huquq dialogi olib boradiganligi bu oyning oxirida ma'lum bo'lg'isi.